Dostlar, tanıştıram. Birinchidan biz Müslim'de Irak oralarını yakın etip geldik. Moskovdan Müslim'de. Bilasizmi, biz jurnalist Gülnaz Şamsi bilan shunday bir intervyuda yozdırgan edik. Müslimdami, Moskovdami turmush qayda rahatroq? Gülnaz Şamsi menga söyledi ne için Müslimde turmushning rahatroq ekanligin, men söyledim ne için Moskovda ekanligin. Mana hozir bizning tag'in bir battle bo'lar. Battle yarış bu Elmira apa. Ve benim yanaşımda Elmira apa bizim mana Qoz yanında o'tkazilgan konkursda jengib Zifa Qodirovning tovadan tushgan kitabini iya bo'ldi. Elmira apa, siz nima uchun bilasiz? Qayda yashash rahatroq? Müslimdami yoki Moskovdami? Oylanar. Benim Moskovda bo'lganim yo'q. No, menga o'zimizning Müslim deb. Mana narsasi bilan o'xshaydi. Siz bir dalillar keltirasiz, men barmoq bo'g'ib ko'rsataman. Bo'g'ib boraman. Chunki bunda havo chista. Kelisham, masalan kelisham. Tabiati motor, kishilari qunaqchil. Tabiati bek motor. Mana men o'zim inshoolloh borsamda bir soatdan ortiq yura olmayman. Qo'shani o'zimizning Müslimga qaytib, o'zimizning uranlarda erkinlab yuraman ekan deb qaytam. Mana mening do'stim bor, Ramil G'iybadurin, Almatda. Mana onun anisi naqshulay suyli. Shu paydan Almatga borsam da mening bir soatdan boshim og'rita boshlaydi u Almatda. Mana xalqning qunaqchilligi narsada shog'ilar. No, endi qunaqchiligida to'tar xalqi betinde har vaqt qunaqchiligida. Men endi Müslim xalqin qunaqchil deb bilaman. Endi bunda bek ko'p bayramlar o'taydi, bek ko'p merapриятиялар bek ko'p o'tadi. Qunaqchil bo'lmasa endi motor etib qarshi olmasalar, bunda o'tmasaydi deb bilaman. Elmira apa, siz o'zingiz turmushingiz bilan Müslimdanmi? Yo'q, men o'zim turmushim bilan ovuldan. Qaysi ovuldan? Men Turush degan ovuldan. No, endi men bu Müslimda yashayman 89-yildan beri. Ham boshqa bir qo'yada ko'chinib yashaganingiz yo'qmi? Yo'q. Men endi o'zim Qozonda o'qidim. Qozonda o'qigandan 1-2 yil Lennogorskda ishladim. Onda da тоже Lennogorskda tabiati bek motor. Motor. No, endi o'zimizning aqo'ylari bek motor, bek chista. Yaqinlaringiz bo'yicha kim bo'lib ishladingiz? Yaqinlari bo'yicha men Qozonda связной техникумni bitirgan edim. Men endi 25 yil pochta sistemasida ishladim. Endi ondan so'ng shulay to'g'ri keldi. Ulashimdan ketarga ham 10 yil yo'qsiz uyushmasida ishladim. Hozirgi vaqtda oyoqli yo'lda. Oyoqli yo'lda narsa ishlaysiz? Mana Moskovda bir yaxshi shunday programma bor, Moskovskое долголетие. Eshitganingiz bormi ekan? Pensionerlarga shunday yaxshi shartlar qudiralar. Biylarda, jirlilarda, psixologlarga da yuriylar. Mana Müslimda pensionerlarga aktiv yashash uchun nima bo'lsa shartlar qudiriladimi? Bor, bunda da bor. Bunda endi aerobikaga da yuriylar. Bor, bunda pensionerlar uyushmasi da bor. Onda da yuriylar. Skandinaviya oyoqlari bilan da yuriylar, velosipedlarda da yuriylar. Ben endi o'zim bek ana uyushmalarga yurmayman. Men o'zim aqo'ylarimdan shu velosiped bilan urab qaytarga tirisham kunda bir martaba. Efendim, demek ki şu siz fizik yaptan çınıkkan şey mi? Bilmem, menga shulay şey. Elmira apa, bizni sizin bilan uchrashtirdi Müslimlar qozlar. Mana onun haykali qoz turida da söylashigeli. Qoz itin yaratasizmi? Ham umuman qozlarga nechik kerak sizning munosabatingiz? Asragan bormi? Itin yaratasizmi? Qoz itin endi yaratmagan kishi yo'qdir endi. Ama endi dürüst pishirib ham hazırlaysiz, değil mi? Dürüst pishirib hazırlaybilirga kerak. No, endi bayramlarda har bir kishi qoz pishirib endi tutirib pishirib qoqlaylar. No, endi qoz eti butun narsaga da jamlaydir endi. No, endi hozir o'g'illarda endi o'tirib chiqargan qozlar kerakdir. No, bizdagi balaki chaqda endi istay qolgandagi kravat aslarında, stel aslarında ya bilan qozlar o'tiradi endi. Bizning eng qo'rqqan endi bittan tishlab olib bo'lgan endi. Shu, ular ısıldab kelalar aytadimi shu qo'rqinchli deb. No, endi balaki chaqda endi qoz saqlovlari bek ko'ngilli deb endi. Men adalakda qoz saqlovlar, o'zbek babkalari. Ko'ngilli deydi. Ani tishlab olgan bo'ldingmi qozing sizni qo'shanda bo'lsa? Bo'lgandir endi. Albatta endi
üstel astına oturtalari üstelge oşarga kelip oturup bile ayakны üstte büklep oturgan ekmekinde tişlegenlerdir indi. Kızlar. Ilmir apa, engimemiz için bir soru rahmet. Mene kameraga qarap, H-ning yazılışçılarına bizning çünkü mene bütün illar koylar Moskvada var, başka şehirler mene nerse nin direkt sizin ko'ngil türündeki tilekleringizni eriştirib getirler idiniz. Ну indi telefondan nişitip kelip çıktı şu H neye? Türküme. Şundan sonra men ana kirdim, yazıldım. Her bir topşuruğunuzni indi qarab bararga tırışam. Sizin alıp baruğunuz mene bek uşay. Tavuşuğunuz bek motor. Söylemegiz bek motor. Sizning indi pişirgen berişleringizni. Ana kimdir suya kimdir maqtayım Yok, qarab baram. Enigiz bilen bolgan mana mügellemegiz. Mene bek uşaylar. Çünkü men özümde iş yigit enisi. No, yigit kişinin malay kişinin eni bilen mügellemesi. Kız kişiden ayrılar bit indi. Nu sizin mene enigiz bilen mügellemegiz bek uşay men yoratıp barayım şu ölüşügizni. Mana endi tege ko'zga yoshlar kelib. Rahmat endi. Enigizga qo'ynar salam. Yarey, rahmat Bekzor. Yarey, ayda biz qo'l bo'laylik. Senlikda sog'liqlar.